Millionning konsertida ham chiqdimi? Millionning konsertimi? Qaysidir konsertda ham chiqding-ku? Ha, Millonniki bilan Qivisiga chaqiruvdi, borib keldim bir usta bir vayn uchun. Значит, Million ham Qivizi ham tugabdi-da. Sen chiqqanmisan. Yo'q, endi boshlandi. Tugabdi. Million ham darajasi tushib ketdi agar seni chaqirgan bo'lsa Millionga. Nimaga? Zaki o'lmay bo'ldi. Maza qilib. Daraja tushib ketdi. Bo'lmasa nima qiladi seni Millionga chaqirib? Sen nima qilasan Millionga chiqib? Tomosha qildim. Yalangoyoq tomosha qildim. Bo'lsa. O'rni yo'q. O'rni yo'q. Imron G'ozoq bilan. Qayerda yuribsan? Ko'chalarga o'rtsa. Qayerda yuribsan? Qishloqda. Etingiz yo'qmi ko'chada chala? Soat nechi bo'ldi? Soat bizda nechi bo'ldi axir? Bizda soat 10 bo'ldi. 10 bo'ldi. 10da onasini ham sen ko'chada hech kim yo'qmi? Endi ayollar yurmaydi, ayollar yo'q-da, erkaklar yuradi faqat. Endi kech bo'ldi. Qani erkaklar, men erkak ham ko'rmadim ko'chada, arvoh ham yo'q. Mana dalboyoq, mana velida yuribdi, aylanib yuribdi mana. Mana, bo'ldi. Kim edi bu ko'tlar? Mana bu. Tanimaysan baribir. Yo'q, bormayman bilan. Ko'chaman deyapti. Yo'q, ko'chanim mayapti. Assalomu alaykum, Sardor aka qanday? Yuzdamidi? Kallangizga qo'yamiz sizni. Bo'ldi, haydash sizni. Qo'yamiz bormi sizni? Qo'shaman deyapti. Nima deyapti mana yoshlarni ko'rdinglarmi? Ongini pizdas yoshlar. Qo'shaman deyapti. Turkiya soniga. Men yosh bolaman, men bor. O'zing bor, men bormayman soniga. Boradi, qaytdimmi? Uyga tashlab ketman, o'g'illar ko'tar. Yuring. Futbol ketyapsanmi, Imron G'ozoq? Yo'q, dalboyoq bilyardga chaqiryapti katta bolalar. Katta bolalar bilyard deydi. Onangizga u bilyardga meni bo'yim yetmaydi, onangizga chaqirgan. Onangizga bilyardga o'tiraysan. Ashida bilyardni urolmay, qo'lim yetmay, cho'pagi mendan katta bo'lsa. Gapirib ketasiz, yuring. Ajab. Necha bo'yindirasiz, necha? Rost ekan, bo'yindirasiz necha? 1 Qo'ttag'imdan 1-2 qarish baland ekansan, xolos. Dalboyoq. Yuring, qo'shaman bo'lyapti. Yo'q, bor o'zingga. Men o'zim bormayman. Men kuzaylar bo'ladi, bilasiz. Yo'q, bormay qo'y. Zayba. Bizda yomg'ir yog'yapti. Birar kun bir TikTokda bir bo'shagan payt bir ulab turaveringlar. Biz ham ko'tarilib olaylik. Bir davrlayinglar TikTokda. Jayni shartdan turdi, dalbayob, efir ochib tur TikTokdan ham yibanjilar. Ochib turibdi, men nima debdi? Bir bo'shagan paytlaring meni ham qo'shib qo'yinglar deb, shunaqa payt bir o'tiramiz hangamlar. Senga o'xshagan bitta bola chiqqan TikTokda. Bilmayman, oti kim, senga o'xshaydi u. Jasurmi? Jasurni qo'yingizni. Emasmi, amigasga u bola. Yashagan umrisiga qo'tag'imni. Sen odamlar yozadi. Ma'si bo'lasan, Makkamisan, Bekzodmisan desa, ha, men o'shaman deydi. Qo'tag'im debdi. Meni qo'tag'imdan bo'lgan. O'sha uchun meni anaqa qilaveradi. Instagramda qara, mana efirlar qara, qandaydir, juda qara. Instagram ham neto. Lekin Instagram prosmotr bo'yicha zo'r. TikTokdan o'chib ketadi. Birinchi o'rinda turadi. Prosmotr, videolarda prosmotr, ya. Misol uchun bitta video 20 sekundlik video qilsa, normalniy bo'lib ketadi. Misol uchun 1 millionlab 20 shu 4 mingta, 5 mingta bo'lib ketaveradi. Zo'r bo'ladi. Tarqalishi ham zo'r. Faqat pul yo'q. Reklama bo'lsa pul bo'ladi. Shunaqada bermaydi. Prosmotrdan pul to'lamaydi Instagram. Yo'q, to'lamaydi. Faqat reklamadan. Misol uchun mana bironta narsani reklama qilib bersa, shartnoma qilinsa beradi. Unaqada berilmaydi. Bu TikTokda beriladi. Seni reklama narxing qancha sen? Qanchaga reklama qilasan? Arzon, menikini ko'tarmayapti.
Mana shu mahallada chiqib qolsa 1 millionga olsam olaman, olmasam mana shu prosmotr uchun ijodda yuraman. Mana unaqa o'zimni ustimda ishlab prosmotrimni ko'tarib. Ha, Qiziqarli video eng ko'p qancha olgansan reklamadan? Eng ko'p qancha pul topgansan? o'sha payt bir o'tgan yili topdim bir 3 million, 2 million, 4 million shunaqa. 3 million so'mmi? Ha, 3 million so'm bir anaqa bo'ldi-da, bir 2 kunda tushdi. 2 kunda reklamaga shunda Toshkentga bordim. Bir 500 mingga bitta oldim, yana 500 mingga yana bitta oldim. O'shan bilan keyin ertasiga yana 500 ming, mayda chuda qilib 3 millionmi shunaqa bo'ldi. Nima reklama qilding 3 million? Ha? Nima reklama? Magazin chiqdi, keyin telefonchilar kelib qoldi. Undan keyin streamga bo'lib qoldim, streamga bordim. Streamda bunaqa kompyuterda chingizlar o'tiradi-yu. Ha. Qo'shmaqaga borib o'tirib, keyin ijod qilib, aytna qilib, endi ular ham chaqirib turibdi. Onda sonda bir oyda bir har xilda endi vaziyat. Bir oyda qancha pul topasan reklamadan? Opishim. Bir oyda sirayni o'rtacha. Endi hozir tushgani yo'q reklama hali lekin. Umuman bir so'm pul topgan yo'qmi? Hozir topganim yo'q mana. Xudo haqqi tepada Xudo turibdi va hozir yo'q lekin topganim yo'q unchalik. Chiqsa bola vayn qilyapman nishon akalar bilan. Kecha vaynlarimiz u 300 ming, 200 ming berilyapti u. Bitta anaqaga vaynga. 300 ming so'm, 200 ming so'm pul berilyaptimi? Ha, bitta vaynimga unaqa katta pul yo'q. Instagramdagi blogerlarni pul topolmaydi, pul bermaydi desam, odamlar ishonmaydi. Xalq ishonmaydi. Bu yerda odamlar alla ekanda odamlarni. Men bunday qilaman, men bunday qilaman. Ya, qiyin. Ha, Instagram qiyinroq, pul topish bo'yicha qiyini, prosmotr bo'yicha oldinda lekin. Salga videoing tarqab ketaveradi. O'sha tomondan kuchli-da, lekin hozir mana endi qara, endi prosmotring 100 million bo'lgan bilan 100 so'm pul bermasa nima kerak? ha, o'shada endi bilmayman, Xudoga so'rayapmiz, berib qolar, endidan qachondir boy bo'lib ketarmiz, uylanib. Shu belga niyat qilganman lekin. Ay, bo'lib qolsa nima qilaman? TikTokda prosmotrdan pul to'laydi 1 millionga 250 dollar. Ya endi unga 100 mingta bo'lish kerak-da, 100 mingta bo'lsa to'laydi. Hozir men Qozoqqa ketaman deb turibman o'zi ishimga. Eski ishim bor edi Gulga. O'shaqa Gulga ketsam, 4 oy ishlab kelib, uyda bitiraman-da. Qancha olasan Qozog'istonda dollarda qancha pul olasan oylik? 4,5 million ekan oylik. O'zimda anaqa ish, anaqamda har yili borardim. Gulda ishlayman. Dehqonchilik. 4,5 million so'mmi? Ha, 4,5 million so'm beradi. 4 million uyga jo'nataman. 4 oy jo'natsam, uyimni bitirib olaman. Shu patolog, eshik derazalarni olib, dog'alab. Qara. Ertadan efirga kiraman TikTokka. Bugun kirmadim. Ertadan kiraman. Kuniga 2 raund battle yurib turaman. 2 raund battle yurib turaman. Bir oyda o'lib qolsa 5-10 ming dollar pul topasan. Endi u bo'lami debman-da men. So'cha seni kuchlisanlar, qanday bo'lani qilaman? Ha, endi yutsang ham chidaysan, o'ynaysan, chidaganga chiqargan pul topish oson emas. Ha, davay, bo'ldi-da, bo'ldi, tushundim. Sen yengilroq shart, endi unaqa cheslanmasi, qosh-posh seni chesting yo'q, ko't, seni chesting. Va endi loy-poy bir narsalar, hali qiziqarli Moltamanga borib olaman, ertaga o'sha Moltamanda o'ynaymiz-da, shu Moltamanda sharoitlar o'ynab o'tiramiz. Seni men paddeshka qilaman, boshida bitta shunday o'zingni tutib olasan, keyin bu yerda o'zing sirpanib, sekin-sekin ketaverasan. Bo'ladimi? Bo'laveradi, xolasa. Yaxshi bo'ladi. TikTokka kirib, Instagramda bo'lmaykan, mana o'zing og'zingdan eshityapman. Oyiga 1 so'm pul topolganim yo'q deyapsan, Jalal. Hay, yerda chiqsa topamiz, chiqmasa yo'q. Mana shunday ahvol, mana qishloqda yuramiz. Oyiga 500 dollar beraman. Qo'ttag'imda shunday kelib turasan, masaj qilib.
kelsa menikini karnay chalib tur. Yaxshi bo'ladi. Karnay chalib tursang men beraman. Puling yo'q jala. Men beraman-da, topaman-da, ertagidan bo'lsa ham. Sen karnay Qaydan chalib tursang topasan? bo'ldi. Qaydan topasan? Qaydan topasan? Kartochkamni sotaman, formamni sotaman, mana formamni o'zi kamida bir normalniy pul. Asli qancha turadi mana Real Madrid formasi? Bu qimmat bu, o'ta qimmat, katta pul. Qo'lta ham turmaydi, tursa bir $100, Dubaydan 100 ming so'm turadi. Dubaydan kelgan, Dubaydan olganman o'zim. Bu Dubaydan Menda borgan. original formalar turibdi, menda original formalar turibdi, men futbol formalar. Xo'p, men ham Dubaydan olganman mana shu pulni mana. Ash payt olib kelganman, borgan paytim. Kirib harakat qilishing kerak, ozroqgina mehnat qilsang yaxshi bo'lib ketsan. Joylashib ketadi. Sendaqa yalangoyoqlar, durbinlar alinaqa paddishga bersa, bo'lib ketadi. Sendaqa paytda ichi qoralar, vale dalbib ko'sha so'kilib turaversa bir Yordam qilamiz. Endi bu ham yaxshi bo'ladi. Bu TikTokdan tirikchiligini qilib, zakonni soqqachasini qilib yuruvdi. Bu ko'ti qichidida bilmayman nimaga chiqib ketdi, nimaga kirmay qo'ydi. O'rnini yo'qotib qo'ydi, bu o'rni yo'q. Yo'q, unda emas. Anaqa qoldi, blok keldi. Ha deb TikTokda yuraverganimga blok tashlaverdi, blok bo'lib ketdi. Undan keyin ko'nglim sovdida o'tganlik bitta qiz bilan o'ynab yuraverdim. Keyin undan ham jalvay keldi ki Instagramda ochib O'zbekistonda keyin anaqa qildim. Seni TikTok akkaunting necha ming podpischi bo'lgan? Eng ko'pi. Eng ko'pi 1.800.000 anaqa like bo'lgan-ki 500.000 podpiska bo'lganda. O'sha paytda bayo 500.000 podpischiga hozir bo'lganda bormi? Pul to'yda qolading, gandonjalar. U blok bo'lib ketdi-ku, axir yalangoyoq. U blok bo'lib ketgan-ku. Blok bo'lib ketganda sendaqa savdolar tashlayverganda axir yalangoyoq. Voy gandonjalar, 500.000 podpischi bo'lganda soqqan to'yda qolading. Oy, mana 2021da TikTokka kirgan bo'lsam, mana bitta anaqada neda, markaziy studiyaga chiqqan bo'lsam, 2021dan bo'lsa, 2024da to'xtatdim TikTokni. Blok keldi, yana ko'tarildim, yana blok keldi, yana ko'p bo'ldi. Dalbayob, manijatdan hozir soqqani qilayding, yebam biladi. Blok kelavergandan keyin yana ochdim, yana blok keldi. Ashna qilib, oxir ko'nglimda sovutib qo'ydi-da. Vah, bilyapman. Hozir qancha bir podpischi? Hozir TikTokdami bilmayman. Shu sen ko'tarib berding, keyin o'zim videolar qo'yib yana ham ko'tarilyapti. Normalniy hozir bo'ldi. Nechta bo'lgan taxminan? Masalan, nechta edi? TikTok'im nechta edi hozir? 1.5 ming. Xotin bitta joyda turib, qo'lang sizga Imron Qo'ziqcha bitta joyda tur. 1.5 mingta bo'ldi. 1.5 mingta. 1.5 ming donami? Ha. Ay biladi. Instagramda qancha bor podpischiking? Instagramda 115. Endi xudo xolasa chiqadi 115 ga. Toza u живой Instagram. Unaqa nakrutka pul mult qilmagan. Sardor jon bilan gaplashyapti. Shunaqa gaplar. Lekin omading zo'r bo'lib turgan ekanda 500.000 podpischiking bo'lsa, yaxshi so'qib bo'layotgan darajaga chiqqan ekansan-da biladi. Blokka ketib qoldi. Hozir 500.000 podpischiking bo'lganda oyiga bir 5.000 boradi-da. Xudo xolasa bu yil mana harakat qilamiz, Qozoqqa borib olik. Shu Qozoqqa borsak, xohlagancha batillar o'ynab, xudo xolasa oshiramiz unda. TikTokda ko'tar, Instagram foydasi yo'q. 1 million podpischiking bo'lsa ham reklama tushmasa 1 so'm puling bo'lmaydi. Shuna qilamiz endi. Endi Qozoqqa borib olik, xohlagancha. Yo'q, uyda endi sharoit yo'q-da. Uydagilar baribir qarshilik qiladi TikTokka. Misol uchun shartlardan o'ynasam, uydagilar qarshilik qiladi. O'shaning uchun men Qozoqqa borib olsam, Qozoqda
Hech qanaqa uydagilar ko'rmaydi. Xohlagan qilig'imni qilib o'ynab yuraman. Band ishlar bilan-da. O'shaning uchun hozir bu yerda o'ynalimman qishloqda. Uydagilar gapiradi. Lekin bitta narsa aytaman. Instagramda joylagan videolaringni TikTokka ham joylab boraver. Yo, shunaqa qilyapman, joylayapman. Qo'lni. Joylab boraverga asta-asta ko'tarilib, asta-asta yana o'rniga tushib, yaxshi bo'lib ketaveradi. Prosta Instagramda bor-ku, Instagramda. Ishtimon qozoq. Ha. Instagramda soqa yo'q. Ha, yo'q, unaqa yo'q. Soqa yo'q. Meni Instagramdagi bor-ku, meni lichkamga yozib yalinib yuradi. Sardor, men TikTokda o'rgat, TikTokka chiqay, TikTokda battle qilishni o'rgat, boshqani o'rgat deb qo'yasiz, mana bu yalinib yuradi. O'zi videolarda qarasang, BMWda yuradi. BMW ham birovniki. Kredit qanaqa? Kredit. Hamma yo'q kredit. Lekin yaxshi. Bir tomondan yaxshi anaqalar bo'lyapti. Endi xudo xohlasa men chetga chiqib olay qozoqqa. Bemalol TikTokda davom etaman. Instagram. Bor, TikTokda shaqillat onasini. Xudo xohlasa agar bu yil uylanib qolsak, kelarsan to'yga. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa uylanish kerak bu yil. Tamam. Kelmaydi, qayerga keladi? 30 ga kiryapmiz onasini ham. 30 ga kiribmiz, bir pasda Nechinchi yilsa? 99 mi? Qaradim. Bilmayman. Sen 99-yilmi? Qaradik, yo'q. Yo'q, gandon. Ko'tingdan qarib ketibsan. Ha, shunda endi uylanmasam bo'lmaydi debdami? Ya o'tgan safar Videolaring. Shavkat aka Zulfiqor ham bir anaqa qilaman dedi. Qozog'istondan O'zbekistonga kelsang, badishga qilaman dedi. Shu bilan baqa kelib profilim blok bo'lib ketdi. Shu bilan qaytib yotsam, aloqaga chiqolmadim shu aka bilan. Qara, Imron Qozoq. Trendga chiqdi videolaring. Real Madriddan o'rgan payti, Pizziz trendga chiqdi. Ancha payti TikTokka ham bosish kerak edi. Seni videolaringni kimdirlar bosib, Pizziz prosmotr qilib, Pizziz so'qar qilib, Pizziz подписчикni to'plab yubordi. Seni mana men ishlamadi. Odamlar o'zi shunaqada zapis qilib o'sha normalniy pikda yurgan payting, men normalniy so'qa qilayotgan, normalniy auditoriyada yurgan payting, TikTokka ham profilingni ko'tarib olishing kerak. Seni mana men ishlamadi, yibanjalar. Ha, qo'ydim, ko'tarilmadi. Dalboyoq. Yiban, u trendda payting qo'ymading. Keyin qo'yding. Keyin qo'ydim-da, keyin ochdim. Seni videolaringni kimdirlar qo'ydi. Seni videolaringni oddiy profillardan qo'yib, biznes prosmotr qilishdi. Ha, shu, narigini qo'ygan, tursib qurimayapti degan, ana shu otib ketdi-da. Savdo tursiga quridimi o'zi? Bu ay bilan yomon ketdi-da o'sha. Instagramdan normalniy pul qilib bo'lmasligini sezdingmi? Yengilgina TikTokchaga qaytib olish kerak edi. Kallang ishlamagansan, garrangni bilan. Ay, sendaqa kalla yo'qda bizda, endi bo'ladi-da mana. Qara, TikTokka kir ertaga, men bugun kirmayman. Ertaga kirsang, ulayman. 1-2 raund tashlaymiz. 2 raund bir yaxshi paddeshkani beraman. O'zing o'nglaysan, xudo xohlasa. Qozog'istonga qachon borasan? Qozog'istonga shu bir haftalarda borishim kerak. Bir ishlarim bor, bu yerda tinchlik olish uchun mana Qozoqqa ketaman, chaqirib yotibdi. Uyga 4 oy ishlab kelsam, uyda kamchiliklarni yopaman-da. Assalomu alaykum. Borgan paytda xabarlash. Bo'ldi, ha, Instagramda yozib o'raman. Davay Imron Qozoq. Davay Sardor. Ketyapman sizga. Ha, men bunday qildim. Men bugun Jaschani olib chiqqani ketyapman deb video olib PR qilishdi, hech kim bormadi oldiga. U bala yotaveradi agar hech kim bormasa. Shunaqa gaplar. Birovga yomonlik tilamaylar, hech qachon birovga yomonlik tilamaylar. Haqiqiy erkak, haqiqiy
Mujik odam dushmani bo'lsa ham boshi yashinday kun tushib qolgan payti dastoyni bo'lishi kerak. Haqiqiy erkak kim bo'lishidan qat'iy nazar hech kim bunday kunlarga tushmasin deb dastoyni bo'lib o'sha g'arazligini unutish kerak. Gold Shahzod menga yomonlik qilgan, ana shu bola qamalib qolgandan xafa bo'ldim. Ana shu bola yomonlik qilishgandan xafa bo'ldim. Zo'r ketayotdi. Yaxshi ketayotdi. Bitta yutkizib qo'ygandan keyin atrofida yaqinlari qolmadi. Bitta yutkizdi, hamma ukajonim deb yurgan bachalar hammasi sibalsa bo'ldi. Yomonlik qilishdan shu bola. Og'rindi mana shu bola qamalganda, to'g'risi. Bam. Yaxshi ishlayaptimi? Primoyimiz qotmayaptimi yo qotib qoldimi? Primoyimiz. Do'stlar, qotib qoldimi yo qotmadimi? Nima deysizlar? Raz qotib qoldi primoyim. Mana shu Instagram vobshe mana shu qotib qolishi, efirlari ishlamay qolishi netolik bor ekanda. O'zim yaxshi joy. Lekin efir yaxshi emas ekan. Qotdi primoyimi? Umuman yozuv ko'rinmayapti menga. Opishim. Sen 2 kunda chiqdim dedingmi? Moskvadan. Qaysi aeroportga uchding? Domodedoga. Bormasa chiqarmaydi chiqar. Azdan hech kim bormasa chiqarmaydi, Yusuf ustali. Telefonga javob qo'yadi. Telefonlargacha hamma yog'ini olib qo'yadi. Hech qanday aybsiz. Hech qanday. Telefonni tutadi, hamma narsa qiladi. Azdan o'ris borish kerak, o'risdan. Borib, men chaqirganman. Men qanday kelganda bosh chiqaradi. Azdan o'ris bo'lsa chiqar ekan, qarochi. Yozuv ko'rinmay qoldi, Instagramda qandaydir neta bo'lib qoldi. Primoy biz demagadim. Haliroq guni qilamiz yigitlar. Videolarni bangalatinglar, videolarni. Baqalatinglar, kommentlarda hamma yoqda